Men raqsni bir mo'jizaga o'xshataman, chunki raqs juda ham chiroyli san'at turlaridan biri. Juda ham yaxshi ko'raman raqsga tushishni. Sahnada raqs ijro etganimda, raqslarimni tugatib olib sahna ortiga o'tganimda, shunchalar o'zimda raqsga bo'lgan hissiyotim kuchliligidan ijro etganimni bilmayman, sezmay qolaman. Shunchalar kirishib ketganimdan raqsga, raqs olamiga kirib kelishim yoshligimdan boshlangan. Juda ham kichkinaligimdan raqsga tushishni, musiqaga juda ham qiziqqan bo'lganman. Shuning uchun meni ayajonim fortepiano chalishga musiqa maktabiga olib borishgan va fortepiano darslarimga borib yurganimda bir kuni qizlar raqsga tushayotganini ko'rib qolib, menda ham shu raqsga bo'lgan muhabbat, ularni ko'rib men ham raqsga tushgim kelgan. Shundan keyin meni uydagilarim musiqa maktabiga ham fortepiano ham raqs maktabiga olib kelishgan, musiqa maktabiga. Shundan keyin men ustozim Farida Mamedna bilan ishlab, har xil konkurslarga qatnashganman. Sirdaryoda o'qib yurganimda keyin menga ustozim aytib qo'yganlar, Nilufar, Toshkentda xoreografiya maktabi bor ekan. O'sha yoqqa seni borib o'qishingni xohlayman deganlar. Men ham juda ham xursand bo'lganman, chunki men uchun juda ham katta havasidir. Chunki juda ham yaxshi ko'raman raqsga tushishni. Shundan keyin Toshkentga xoreografiya maktabiga kelganman. 2015-yil xoreografiya maktabida o'qishni boshlaganman. Ustozlarim menga yanada raqsga bo'lgan muhabbatimni oshirishgan. Har safar darsga kirganimda har xil yangi raqslarni ko'rib, undan ham raqsga bo'lgan muhabbatim oshgan. Hozirgi kunda Gulmira Madrahimova rahbarligidagi Navbahor ashula va raqs ansamblida balet artistkasi bo'lib ishlayman. 2019-yilda ustozim Gulmira Madrahimova menga Nilufar yosh ijrochilar konkursi bor, o'shanda qatnashishingizni xohlayman degan taklif berganlar. Men juda ham bundan xursand bo'lganman. Yosh ijrochilar ko'rik-tanlovida milliy raqslardan munojat raqsini, xalq sahna raqsidan ispan raqsini va zamonaviy raqs bilan ikkinchi o'rinni olganman. Shu konkursga qatnashganim menga yanada kuch bag'ishlagan. Keyingi safar yana boshqa konkursga qatnashaman, Xudo xohlasa deb niyat qilib qo'yganman. 2021-yil Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi milliy raqs ijrochilar ko'rik-tanlovida faxrli ikkinchi o'rinni oldim. Farg'ona ruboisini ijro etdim. Bu tanlovga juda ham qatnashishni xohlagandim va menda juda ham oz muddat qolgandi. Shunga qaramasdan ustozlarim Gulmira Madrahimova va Dilora Madrahimovalar menga yordam berishdi. Farg'ona ruboisi raqsini ijro etdim. Shu raqsni sizlarga hozir ijro etib beraman.